Shirinlikni jononasini yegiyli keldimi? Like bosib jonona shirinlik retseptini saqlab oling. Danagidan tozalangan olchaga suv, shakar, kraxmal solamiz, quyilgunicha qaynatib olamiz. Xamiri uchun unga xona haroratida yumshab turgan sariyog' yoki margarin solib urib olib, shakar, kakao qo'shib aralashtiramiz. Qaymoq, tuxum, ichimlik sodasi aralashmasini solib, xamirimizni oxirigacha qorib qo'yamiz. Tvorogli nachinka uchun tvorog, tuxum, shakar, kraxmalni yaxshilab blender qilamiz. Biroz sovigan olchali massani ham blenderlab oldim. Xamirni ikkiga bo'ldim, biri katta, biri kichkina. Birinchi bo'lib kattaroq xamirimizni ko'rsatilgandek qilib unlab yoyamiz va listimizga qolip joylab solamiz. Qolip ila yo'q bo'lsa, listi o'zi ham bo'ladi. Xamir ustiga tvorogli massamizni solamiz va tekislab, chuqurchalarni hosil qilamiz. Chuqurchalarni esa olchali massa bilan to'ldirib chiqamiz. Ikkinchi kichikroq xamirimizni yupqa qilib yoyib, ustidan joylaymiz va pishirish uchun oldindan qizib turgan pechga yuboramiz. Shirinligimiz pishib tayyor bo'lgunicha sizga foydali ma'lumot bermoqchiman. Farabiy maktabida 1-sinfdan 8-sinfgacha qabul boshlandi. Bu maktabning eng muhim jihati shundaki, maktabda kitobxonlikka ko'p urg'u beriladi. Maktab Turkiyaning Mektebim kolleji bilan hamkorlik qilgan bo'lib, aynan Turkiya ta'lim tizimidan eng kerakli jihatlarni olishibdi. Maktabda 79 nafar o'quvchi sertifikatlarga, 54 nafari esa olimpiada yutuqlariga ega. Farabiy maktabi Chilonzor tumani Do'mbrobod mahallasida joylashgan. Bepul pochimуча guruhlariga 1-4 sinflarga qabul davom etmoqda. Farabiy maktabidan 16 avgustgacha 50% grant ham joriy qilingan. Bu tashkil qilinayotgan grant shunchaki chegirma emas. Bu grant iqtidorli o'quvchilarni saralab, ularga Farabiy maktabida o'z salohiyatlari bilan maktabimizning oylik to'lovini yarim narxda o'qish imkoniyatini ham beradi. Maktab haqida to'liq ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shirinligimizni biroz sovutib 5-6 soatga xolodilnikda qoldiramiz. Qaymoq hamda shokoladimizdan ganash tayyorlaymiz. Sovigan shirinligimizni ustidan quyib yuboramiz. Xohishga ko'ra chiroyli razmerda kesib olamiz. Ustini esa chiroyli qilib bezatamiz. Mazali shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept tayyor. Yoqib yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.